Assalomu alaykum aziz ayollar. Yana sizlar bilan Doktor Family klinikasining shifokori, akusher-ginekolog Dilfuzaxon Sharipova. Bugungi mavzuyimiz ayollar haqida. Ayollarimiz jinsiy aloqada qoniqqanda qanday foydali tomonlari bor va jinsiy aloqadan qoniqmaganda, orgazm qabul qilmaganda esa qanday zararli tomonlari bor, shular haqida gaplashamiz. Birinchi, ayol kishi yoqimli jinsiy aloqa qilsa, yig'ilib qolgan organizmdagi depressiyalardan, asabiylashishdan, stresslardan chiqib ketadi. Ikkinchi, yoqimli jinsiy aloqa ayollarimizdagi uyqusizlikni davolaydi. Uchinchi, jinsiy aloqa ayollarni o'zini sevishga, o'zini sevimli ekanligini his qilishga, kimgadir kerak ekanligini his qilishga hamda kayfiyatini ko'tarishga yordam beradi. To'rtinchi, ayollardagi jinsiy aloqa er-xotin munosabatlarini mustahkamlaydi. Bir-biriga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi. O'rtalaridagi sevgi muhabbatni oshiradi. Beshinchi, ayollardagi yoqimli jinsiy aloqa bu ayollarimizdagi sezgirlikni, gormonlarni ishlab chiqarishni hamda doimiy aloqaga bo'lgan hissiyotlarni, hislarni uyg'otadi. Bu esa oilamizda er-xotinlar o'rtasidagi chiqadigan mojarolarni oldini oladi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, ayollarimiz o'rtasida jinsiy aloqadan qoniqmaydigan ayollarimiz 40-60% tashkil etadi. Bu esa mana shu qurilgan oilalarimizni buzilishiga, erkaklarimizni xiyonatiga yoki boshqa turmush o'rtoq izlashiga, ko'chadan jinsiy aloqadan qoniqa oladigan ayollarni qidirishiga sababchi bo'ladi. 6. Ayollarimiz o'rtasidagi jinsiy aloqadan lazzatlanish esa nafaqat sog'ligimizga, miya faoliyatimizga, stresslarimizga, depressiyalarimizga, balki ichki a'zolarimizdan bachadonga, bachadon bo'yni kasalliklarini, rak kasalliklarini oldini olishga ham yordam beradi. 7. Eng achinarlisi ayollarimizning jinsiy aloqadan qoniqmasliklari, majburiyat yuzasidan to'shakda yotishlari natijasida esa ayollarimizda ko'krak bezlari kasalliklari, saraton kasalliklari yuzaga kelyapti. 8. Eng achinarli holat ayollarimizning jinsiy aloqada bo'lmasliklari. Ularning turmush o'rtoqlari qaysidir mamlakatga ketib, uzoq yillar davomida ishlab kelishlari va shu vaqt oralig'ida ayollarni jinsiy aloqa qilmasligi, umuman aloqadan yoqimli bir hissiyotlarni olmasliklari natijasida ayollarimizning immunitetlari tushib ketadi. Bu esa boshqa kasalliklarning ham rivojlanishiga sababchi bo'ladi. 9. Ayollarimiz mana shu jinsiy aloqani lazzatini tushunmasligi natijasida, jinsiy aloqani vaqtida olib bormasligi natijasida esa ayollarning terisida vitamin E yetishmasligi natijasida ayollar terisi erta qariy boshlaydi. Bu eng achinarli holat deb o'ylayman. 10. Ayollarimiz hamda erkaklarimiz o'rtasidagi jinsiy aloqa esa organizmdagi yurak qon tomirlarini yaxshi yurishiga, qon tomirlaridagi qonni yaxshi aylanishiga yordam beradi. Aziz ayollar, mana shu yoqimli jinsiy aloqa natijasida ayollar organizmidan serotonin hamda adrenalin moddalari yaxshi ishlab chiqariladi va uning natijasida ayollarimizning kayfiyati ko'tariladi. Bu esa ichki a'zolarga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Jigar, buyrak, yurak, qon tomirlarida qon aylanishi yaxshilanadi. Bu esa biz ayollarni yanada go'zal bo'lishimizga yordam beradi. Aziz ayollar, hurmatli singiljonlar, agarda sizlarni ham shu muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga murojaat qiling. Qo'limdan kelgancha maslahatlarimni beraman. Sizlar bilan akusher-ginekolog Dilfuzaxon Sharipova. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.